Hürmetli körmenler, ben sizlerning sırdaş dostunlar Adila abla. Şinjan Radio Soda Çeklik Şirketi has namını ağan Estodiyaga kim keldi programması Şinjan Radio Televiziya stansiyasi yanıdan yolga koygan naqshi muzikalar naq maydanda o'rinlanadigan ekrandan halqıgan universal sanat programması. Her bir san programida cho'lponlar siz ve biz bilan birga naqshi aytadi. Siz Şinjan Sun'iy Hamra televiziyasining ommaviy undidor sifatini qo'shib elib, o'zingiz aytgan naqshlarni sin orqali avazsangiz, Studiyaga kim keldi programmasida cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erisha olasiz. Har bir san programmamizda mas'anlarimizga cho'lponlar bilan naqsh aytish fursatini beramiz. Sizning programmamizga qizg'in qatnashib, cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erishishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Salam dostlar, men ismim Erkin Obol. Men Qashqardan keldim. Men bek hayajonlanyapman. Qachon sahnaga chiqaman, ha? Mana siz çok geçimiz Mehmet Tursun Studiyaga kim keldi programımız yetib keldi. Qani marhamat. Evet, yaxshimisiz ustozlar, akalar, yaxshimisiz sizlarda. Yaxshi, qani. Mehmet Tursun degandikinlar ko'p tomoshabinlarimizning ko'z oldiga sho'xchanliq, tetik sakrab turib naqsh aytadigan sizsiz-ku. Sizning bo'pmi shu? La 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 lay lay. La 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 lay lay. Degan o'sha naqshni 300 milliondan ortiq çekiliş bo'lgan. Anandakin 600 mingdan ortiq odam mush naqshingiz bilan o'zini va yoki boshqa narsalarni sinida elib, mushningki melodiyasiga moslashtirib, mushunda tarqatgan deb angladım. Bu doyingni shundaqla ochimiz siz chiqsiz. Hatto sizning ko'p chiqqanligingizdan hamma odam buning o'zining inkosini bildirish uchun suvoqni ostini siz turgan, hududini ostini siz turgan, Bingshanni ostini siz turgan, bu shundaq bir holatda bu naqshni tasvirladi. Bir naqshning moda bo'lishi o'sha naqshchi uchun nihoyat zo'r xo'shallanarlik ish. Albatta hamma naqshlar moda bo'lsa ekan deb o'ylaydi-ku. Siz o'sha naqshingizni o'zingizning mushunchalar moda bo'ladi deb o'ylaganmi? Ben rastga qilsam, ben o'ylab boqmagancha, endi moda bo'ladi deb endi ko'zimiz yetib, eng yangiliklarni, ijodiyatlarni ko'zimiz yetib ishonch bilan chiqaramiz. Ammo majatda bu naqshamga kelgan chaqda bunchalik darajada ta'sir qo'zg'aydi, moda bo'ladi deb o'ylamaganda, o'ylamagan darajada xushalik bo'ldi, xuddi o'zimning to'y bo'layotgandek, hatto o'zim yolg'iz bir kishilik kechilik qilayotgandek, shunchalik bir hayajonda, shunchalik xush oldum. Haqiqatan siz uchun biz xush olduk. Hatta bu naqshingizga biz shu Şinjan Radio Televiziya stansiyasida ovoz berayotgan o'ydimi bir necha xizmatdoshlar, "Hay, hiliq naqshga bizli qoldikmi, nima do'ying tatgan bir tatib taylish" deb tatsam, meninkidimi o'sh do'yingda chekilish soni 1.800.000 dak bo'pti ekan. Siz mushu naqshini ijod qilgandan keyin buni siz mushundaq to'rda e'lon qilgandan keyin to'rda hammaylar sizdan buni do'rab o'rganib, anandan keyin buni bir moda qilayotgandan keyin sizning yana mushu to'rda bevosita tarqatishlarga chiqishingizga zo'r turtkilik roli bo'ldi-ku deyman. To'g'ri. Men burunma har xil taratqularni, har xil salonlarga kirib ko'rdim, o'ynaydim, lekin mush naqshi moda bo'lgandan keyin o'zim mushu taratqularning to'g'ri iqinlarningki nihoyat kuchli rol o'ynaydiganlar tashviqot bo'lsin, naqsh muzika jihati bo'lsin, eng chong rol o'ynaydiganligini bilgan. Haqiqatan to'rning kuchi zo'r. O'zim har xil taratqularda naq maydonda bevosita uchrashishni o'ylab, naqshlarni o'rinlab, talablarni o'rinlab, savollarga javob berib degandek, o'zim anandikini to'xtab tashviqotga texnik kuchim kerak ekan. Unisiga har xil taratqularda o'zimni davomli ko'rsatib turishim kerak ekan degandek huquqim bilan o'zim har xil taratqularda naq maydonda bevosita uchrashishni o'ylab, naqshlarni o'rinlab, talablarni o'rinlab, savollarga javob berib degandek ishlarni men bir ikki qitim shu undidarimizga chiqarib qo'yib ekansiz, bugun bevosita tarqitishim bor deb. Mushifkanning tarqitishini bir ko'raychi deb bir ikki qitim ancha-muncha to'p-to'liq ko'ramasam chiqib ko'rgan bo'ldim. Sizning savol so'raydiganlar nihoyat jiq ekan. Meningcha mushimi tomoshabinlarning sizni nihoyat yoqtirgani deb o'ylayman. Bizning programmamizda
sizni yoqtiradigan mush tomoshabinlarning diqqatiga sizning naqshingiz bilan tang sizdan qandaq bir so'raydiganlari va sizning qaysi taraflaringizga qiziqadi degan nuqtalarni chiqarganda to'g'ri e'lon qilganimizda biz bilan aloqalashganlarni ko'p bo'ldi. Bizning xat sanduqlarimizga sizdan har turli savollarni so'rab xat yozdi, o'zininki sizning naqshlaringizda aytgan videolarini taqatdi. Endi biz buning ichidan mastanlarni tanlab chiqdik. Yana biriga buning ichidan sizdan savol so'raydigan ba'zi bir tomoshabinlarimizni tanlab chiqdik. Ansirmayotgansiz, nima so'radi deb? Yo'q, lekin qalin xiyol bizning tomoshabinlarimiz yoqtirgan o'zininki cho'lponlaridan hargiz ansirgidek savol so'ramaydi. Eng qiziqqan nuqtalarni so'raydi deb o'ylayman. Qani, ekranga marhamat. Siz qanchingisini tanladingiz? Birinchi savolga. Men birinchi nomerni tanlay. 买买体托尔逊，你好，你好，我是你的粉丝平雪莲。谢谢你的关注。再次我想问一下，你第一次演唱的歌曲是什么名字？ Mana faqat ters savol so'ramabdi. Mening o'ylaganimdek bir taz murakkab savollarni so'rab, sizni biza qiynab qo'ysak bo'ladi desak, oson savol ekan. Bu birinchi qaytam nima naqsha aytganda edi. Birinchi bo'lib aytgan naqsham o'ynayli do'stlar degan naqsham. G'olibjon akamiz o'rinlagan. Undan keyin men shu kichik vaqtimda tunji o'rinlagan naqsham meniki shu. 2003-yili G'arb Pala nomli plastinkasini chiqardim. Chiqargan vaqtimda 13 yosh vaqtim. 13 yosh vaqtida kepelak deb balla naqsi aytib chiqib o'ynayli do'stlar deganni aytdingizmi? Rahmat tursin. Mana shu kichigimizda mana yaxshi. Shu vaqtida demak ashday ishlaydiganlar sizning mush qobiliyatingizni bilib, mushu balning mushu plastinkasini chiqarsak, cho'qim bak nayt bak yaxshi setiladi deb qilgan bo'lishi mumkin-da. To'g'rimi? Sizning shuningga hozirgacha tirishchanligingiz uzilmagachga, mana san'at sahnasida davomli chaqnayapsiz. Rahmat. İkinci sualga kelaylikmi? İkinci sual siz qaysi nomerni tanlaysiz? 4-nomerni tanlay. Mehmet Hüseyincan, yaxshimisiz? Men Mevlonjon. Siz yana bizga qanday yangi ijodiy naqshlaringizni sunishga tayyorlik qilyapsiz? Ijodiyat hamda tirishib qilyapman. Boshqa akalarimizning, ustozlarimizning ijodiyatlarini aytyapman, o'rlatyman, lekin ijodiyatchiq ustozlarimizda bo'lsin, menda bo'lsin, nurg'ulgan ijodiyatlar tirishib qilyapmiz, lekin shu oldirashchilikda sirtqa chiqish o'yin ishlari, bu ishlar bilan bo'lib, hozir degandek vaqtni ajratib qolmayapmiz. Yo'q, qaldirashchilikni bana qilgan yo'q. Ijodiyatlarni o'rib chiqarishga tirishmasak bo'lmaydi. Bu kasbga o'zimizni atagan ekanmiz. O't ishtiyoq bilan boshdan oxiri izchillik bo'lmasa, boshqa ep chiqa olmaydi. Bu mag'rurlanib ketsak taqa bo'lmaydi ekan. Shunlashqa kecha-kunduz quvvatimiz yo'q, lekin eng yaxshi sifat bilan, eng yaxshi yangilik deb o'ylaganimizni o'zimizga yaragandan ortiqroqni chiqarmasak, xalqimizning bek yaxshi ko'rib ketishiga toza ishonch qilolmay qolamiz. Shunlashqa pishirib mukammal holatda anadan chiqarsak degach, shu sal vaqt keyin ta'tilib qoladi. Xuddi sizning naqshlaringizni jil-jillab qilib turib, oxirida ayrana degan bir ijodiy tozlaman qilgan. Gulshahini qayirgan bulbul uchib ketsin yiroqqa. Gulshahini qayirgan bulbul uchib ketsin yiroqqa. Yuragingni tutib bak, yig'ilgan sen bu chaqqa. Yuragingni tutib bak, yig'ilgan sen bu chaqqa. Hayrona, hayrona, qo'ylaringdan hayrona. Hayrona, hayrona, ben bu sendek hayrona. Rahmat. Mushunda mukammal qilish uchun biroz ko'p vaqt ketgan, lekin oxirida siz o'qib, siz xalqimizga sunganligingiz uchun xalqimizga shunday yoqtirishi, yuqori baholar bo'ldi. O'zim shunday xush bo'ldim. Shunga bir ijodiyatni qilish uchun vaqt ketar ekan-ku. To'g'ri. Bir kechada ham esab, bir kechada ham chiqib qolar ekan. Ravrus pishib rega bag'anda anodikın sahnaga chiqib Ravrus esam ekan deb har qanday naqshchi o'zininki ishlarining va yoki aytgan naqshlarining mukammal bo'lishini o'ylaydi. Masalan, boshqa sohalardakmi mukammal bir ishni qilsam ekan degandek, bizmi bir naqshini Ravrus pishirib mukammal bo'lganda anodikin sahnaga chiqsam deymiz, o'chalib pishirib chiqsak, uyabi yamanda bo'lib qolsa, yaxshi olmaydi, tomoshabinlarimizdan yuz kelamay qolamiz degan qarash. Bu o'ylaganingizmi to'g'ri? Endi sizdan yana so'raydigan 3-savolga bir nazar tashlab boqaylikmi? 3-ga siz qaysini tanlaysiz? 3-savolga 6-nomerni tanlayman.
Toshqondagi tojik do'stlar yolqin do'stlarga yolqinlik salom, oliy ehtirom. Hurmatli Tursun Qurbon, yaxshi o'tamsiz. Rahmat. Bugun ekran orqali siz bilan ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Naqshlaringizni to'liq yoqtirib anglayman. Siz aytgan naqshlaringizning melodiyasi to'liq chiroyli, ovozingiz ham o'zgacha. Biz avgustlarni to'liq jo'shqin kayfiyatlar boshlaydi. Shunday savollarni so'ragim kelyapti. Siz mushu hozirgacha bir afsonaga ishlaringiz bormi? Recep obdan sordu bu savolni. Endi nima deb javob berakin qani? Xeli, yomon emas. Qiynalmaydiganlikdan degandek turdi-ku bu tomoshabin, ha? Haqiqatan yaxshi savol so'rabdi. Yaqinlarganimizga ko'p rahmat. Mening afsonaga ishim 2013-yili Şinjan televiziya stansiyasiniki meni tashviq qilish bilan, meni qo'llashi bilan Markaziy televiziya stansiyasiniki oz sonliq millatlar naq maydon naqsh etish musobaqasiga qatnashdim. Şinjan televiziya stansiyaning shu sahnasida halqaliq tanlash yapıldı. Bu yerda 10 mayırman çekirdik. Anamızın Markaziy televiziya stansiyasida halqaliq musobaqani o'tkazdik. 3 kuchlik mayırning ichiga tanlandim. Shuni bilan men nihoyat hayajon, ömrümde bo'lib boqmagan, nihoyat bir cho'ng bir burilish bo'ldi. Ammo bir afsuslanadigan ishim shu sahnalarda maydonda yiqilib tushgan. Yo'q. Maydonda turgan men qanday ifodalashni bilmadim. Uni men qanday desam Pəstədlik tomoshabinlar bor, oldimizda 4 ustoz bor. 4 ustozning mendan savol so'rash to'g'ri kelib qoldi. Savol so'rash to'g'ri kelgan bosqichida men bir o'zim Jungo fuqarosi bo'lish sifatim bilan davlat o'rtaq tilida men shularga bir tegishlik savolga javob berolmay, yuzim to'g'ri bo'lib qoldi-da. Ham xijil bo'ldim, beshimni ko'tarolmay qoldim-da. Shuning bilan afsuslanib qoldim. Ömrümdə ən Pişaymanım şu bo'ldi. Pişayman qiladigan ishim o'rganmaganim. Shundan keyin to'xtab deb sahnadan tushib, o'zim yana bir tarafdan xo'sh bo'lgan bo'lsam, yana bir tarafdan natijada xush bo'ldingiz. Ammo yurakdagi ifodalarni agar bir afsus holatda bo'lib qolgandan keyin shuning bilan pishayman qildim, afsuslandim. Shundan keyin davlat o'rtaq tilini biz o'rganadigan, tirishadigan bo'ldim. Hozir yaxshi kun o'tadi. Shu ya. 那么你现在的国家通用语言水平怎么样？可以。哇，那么给大家唱一首歌。可以。哇。你又是家人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。你又是家人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，带着你的伴娘，说那马车来。Demek endi siz bugunga qaysi naqshlarni olib keldingiz naq maydonga? Birinchi bo'lib aytmoqchi bo'lgan naqsham 2013-yili Markaziy televiziya stansiyasida o'rinlagan naqsham Shahnazar degan naqsha. Ikkinchi naqsham muhabbat naqshi bo'lib Lavlarda o't degan naqsha. Vah, o naqshingiz aytilganda bo'ldi, butun yoshlarimiz qarabli o'tiribdi. Yoshlarimiz emas, bizga muhabbat kerak, qarang. Uchinchi naqsham Jondan Aziz. Bu naqsha o'zimning ijodiyati. Muhabbatlik naqsha. Rohatlik bag'ishlaydigan, sen menga Jondan Aziz deydigan. Tekstlarim nihoyat yaxshi. Jondan Aziz degan o'zimniki ma'vo programmaga bo'lgan, xalqimizga bo'lgan bir yangilik deb o'ylayman, chunki buni taqib boqmadim. Bu mi yangi naqsh ekanda, ajab yaxshi. Bu naqshni bugun oldigan bo'ldim. 4-chi naqsham Abay degandek o'zimning ijodiyati Yurgin yashaysan degan naqsha. La degan naqsha. Yaxshi. Oxiri shu yuragim yashaysan temizki naqshini Muhammad Tursun bilan birga aytadigan bo'ldim. Bir naqshchi uchun naq maydonda haqiqiy o'zini namoyon qilib tirik muzikalar bilan naq maydonda o'zining yaxshi ko'rgan kuylarini yoritish bak huzurliq ish bu. Bugun sizga shunday huzurliq sahna tayyorladik. Qani, sahnaga Muhammad Tursun. Bo'ldi. Yaxshimisiz do'stlar? Hammalarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Japa chekadigan bo'ldinglar. Ha, qiynamsa Muhammad Tursun. Hozir mana naq maydonni boshlash oldi turib yetibdimiz. Sizning ham sahnadagi barliq muzikantlarimizning
texmi coşqun kayfiyatda bu programmamizni ko'kka yetkazishini umid qilaman. Marhamat. Rahmat. Muzikant bolalar, hammasam sizlarning hamkorliginglar bilan programmamiz texmi yaxshi bo'lsa, shunaqa yaxshi kayfiyatda bir boshlab ketgan bo'lsa, 3 2 1 Mehmet Tursun, apırın. Şunçilik canlandırıp ettiniz ki, barlıq muzikantlarımızga hem sizge köp rahmet. Japat attanlar. Bu nakşın uğruluşumdaki birinci sebep şu programını alaydı qollagan, bu programını yolga koygan Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasiga alaydı rahmetimni bildirish bilan mush programmaga qatnashib o'tmay şunlaşqa hayajonliq ilkimni minnatdorligimni bildirishim uchun rahmatimni bildirish uchun birinchi bo'lib mush naqshni tanladim. Chunki mush naqsha mendagi yurakdagi o'tim hem yuragimdagi hayotimdagi bir burilish bo'lib qoldi. Şunlaşqa birinchini shuni tanladim. Minnatdorlik naqsi desak bo'lar ekanda buni. Rahmat. Undaqda ikkinchi naqshiga davomliq marhamat cho'qinmaydi. O't naqshidan birini aytdik. Qani. 3 2 1 Ey
Lavlarda ot Şüret çaklar Çaklarımı bir Tigişip kalsa Lavlarda ot Şüret çaklar Çaklarımı bir Tigişip kalsa Ot gitar mı ot Yaki cahanga Davada bir Seyşip kalsa Ot gitar mı ot Cemi cahanga Davada bir Seyşip kalsa Cahanda ot kessim o hiç yapamaz o Süyüz var bu cahanda ot kessim o hiç yapamaz o Gelgin cana tartmay gelgin Suyulsa muhabbet hiç yapamaz kol Kelgin canan tatmay kelgin Suyulsa muhabbet hiç yapamaz kol Oh 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 Wow 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 Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Lavlarda ot Şüret çaklar Çaklarımı bir Tigişip kalsa Lavlarda şüret çaklar Çaklar mı bir Tigişip kalsa Ot gitar mı ot Cemi cahanga Lavada bir Tigişip kalsa Ot gitar mı ot Yaki cahanga Navada bir Seyşip kalsa Navada bir Seyşip kalsa Navada bir Seyşip kalsa Endi bu muhabbetlik mısralar bu. Nemi degen güzel çilingan bu nakşa. Ha Mehmet Tursun. Endilikte Mestanalar arzusunu amalga oshirish bosqichiga keldik. Wow, oxir Mehmet Tursun bilan yurgim yashaysan deymiz ki naqshin birga aytadigan bo'ldim-a. Cho'qim yaxshi yetishga terishaman. Mana Mehmet Tursun endi necha vaqtni yaqi biz alayda tanlab bekitgan sizningki Mestanangiz Erkin Obulni alay sahnaga taklif qilamiz. Qani Erkin ukam, marhamat. Oxir xizmat qilgan bo'ldim. Yaxshimisiz-da? Yaxshimi Erkin? Yaxshimi? Demak mana shu damlar yetib keldi. Erkin,
Sizden mi bir sual sorsam, biraz ciddiyleşiyotamsiz ya xili yaxshi turibsiz, ha? Jiddiyleşmedim desem yolg'on bo'lib qoldi. Lekin jiddiyleşyaptimi? Ha. Cho'qim yaxshi o'rinda chiqdi erishim. Ciddiyleşishning hojati yo'q-ku, Mamat Tursun. Endi men bilan aytgandan ozroq jiddiylesh ya. Bak. Oy. Çak. Men leysam bo'pti ki, bunda ciddiyleşishga hojat yo'q siz bilan. Mana ishqinglarning jiddiyleşmay, qo'lni qo'lga tutib, mushu naqshini nayti bir tan, bir jon aytgandek utuqliq aytishinglarni umid qilaman. Marhamat. Rahmat. Bu choponni selib etib bir rohat etsam qanday balla. Undasa yaxshi aytamizku, ha? Jiddiylesh yo'q, gap yo'q. 3, 2, 1. Tek motor pekmek olur. Dileğimde, sözlerim dileğimde, sen benim yüreğimde, yüreğimde yaşaysan. Gözüm çok dileğimde, sözlerim dileğimde, sen benim yüreğimde, yüreğimde yaşaysan. Gözleri görgenimde, sözleri bilgenimde, kuşbura güllerge, güllerge okşaysan. Gözlerim görgenimde, sözlerim bilgenimde, kuşbura güllerge, güllerge okşaysan. La 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 li 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 li, ey la 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 li 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 li, la 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 li 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 li, la 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 li 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 li, Ey la 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 li 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 li, la 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 li 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 li, la 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 li 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 li, la 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 li 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 li. Gözlerim dana dana, şadan durmadana, tebessüm diligana, kızıl gülge okşaysan. Qarab sana bəstən, yüzünə sana dəstən, kuşbura güllərgə, güllərgə oxşaysan. Qarab sana həvəsdən, yüzün ay sana dəsən, kuşbura güllərgə, güllərgə oxşaysan. La 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 li 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 li, ey la 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 li 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 li, la 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 li 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 li, la 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 li 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 li. Ey la 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 li 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 li, la 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 li 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 li, la 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 li 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 li, la 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 li 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 li. Na 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 le, na 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 le, li 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 li. Na 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 le. Bak. Pek güzel uğurladınlar. Şunçilik hayacanlandım, şunçilik Rahmet. çaylık çıktı. Sizlerge rahmet, tamamlar köp rahmet. Bugün ben muşundaq bir ideyege keldim ki, haqiqi muvaffaqiyat hamkorlik ostida ekan. Shundaqmi? To'g'ri. Bir odamning bir ishni vujudga chiqarganidan kollektiv va yoki natchalarning birliqigini texmi go'zal bo'ladi ekan. Bugun ishqinglar mush naqshini birga o'rinlagantinglar, Mamat Tursunning o'zining yolg'iz o'rinlagan vaqtidagidinmi bak go'zal anglandi. Nima degan go'zal, ha? To'g'ri. Shundaqmi Mamat? Bu boshqa chiqdi-da. Yaxshi chiqdimi? Bugun mastoningiz sizning o'tkilingizdan o'tdimi? O'tdi.
Yaxshimi ekan? Sizdami yaxshi aytamdi ekan, normalmi ekan? Endi qizg'anmayman-da, yaxshi aytar ekan. Bunday sahna davomli chiqib turibmiz birodar. Albatta, naqshchilar o'zaro qizg'inish emas, mushundaq mehr muhabbatga to'lsa, hammaylar birga hamkorlashib numur o'rinlasak, bu sahnamiz texmi go'zal bo'lg'isi. Shuning bilan birga mush programmamiz nomidan bizningki programmamizni qiziqayotgan barliq mastanalarga shundaq deymanki, programmamizga kelsanglar, mana mushundaq cho'lponlar bilan sahna sizlarni kutib turibdi. Endi navbat sizningki ijodiy naqshingizga keldi-ku deyman, yangi naqshingizga. Endi men mastanangiz erkin bilan past kutishib, huzurlanib bir o'tiraylik qani. Bu naqshingizni siz davomli bizga so'q qiling. Jiring erkin. Qani marhamat. Rahmat. 3 2 1 Şoğlanıp akan tomurda kıpkızıl kandım aziz. Ey güzel süger yarım, sen bana candın aziz. Şoğlanıp akan tomurda kıpkızıl kandım aziz. Kim güzellik aşıkımım, gölge amrak içimem. Var ki güller tacısıysen, lala reyhanım aziz. Gölge amrak içimen, var ki güller tacısıysan, bana reyhandım aziz. Azizsen, azizsen, sen bana candın aziz. Azizsen, azizsen, sen bana candın aziz. Ey azizsen, azizsen, sen bana candın aziz. Azizsen, azizsen, sen bana candın aziz. Melodiyası pek çıraylık gelme icad etmeyince. Barca bulbul bağara, çöl cəzirən mən üçün, bağı bustandın əziz. Ta əzəldin sayırğankən, barca bulbul bağara, çöl cəzirən mən üçün, bağı bustandın əziz. Yaşqımı quya ki asman, armanım yıldız yapar, bir seni güləş ümüdün, Həmmə armandın əziz. Yaşqımı quya ki asman, armanım yıldız yapar, bir seni güləş ümüdün, həmmə armandın əziz. Əzizsən, əzizsən, sən mənə candın əziz. Əzizsən, əzizsən, sən mənə candın əziz. Ey əzizsən, əzizsən, sen bana candın aziz. Azizsen, azizsen, sen bana candın aziz. Azizsen, sen bana candın aziz. Azizsen, azizsen, sen bana candın aziz. Ey azizsen, azizsen, sen bana candın aziz. Azizsen, azizsen, sen bana candın aziz. Sen bana candın aziz.
Muhammad Tursun, bu ijodiyatingiz bek güzel chiqibdi. Sizga ko'p rahmat. Endi sizdan mundaq bir savol so'rag'im kelyapti. Agar sizni qaysi jumla so'zni, qaysi gapni eng yaxshi ko'rsangiz, nima deb javob berasiz? Men o'zim eng yaxshi ko'radigan, o'zimga ulgu qilgan so'zlardan baxt keladi nadan, peshonangdagi tardan degan so'zni bek yaxshi ko'raman. Mana men bek yaxshi ko'radigan so'z bu rost. Haqiqatan jafo tatmay, tar oqqizmay, halovat ko'radigan, baxtli bo'ladigan ish yo'q, shundaq. To'g'ri. Necha vaqt yoqib biz shu jafoni tatib, tar oqqizib, mana sizmi shundaq programmamizga nechagacha qatnashib, nurg'un jafolar bilan bugungi halovatni ko'ryapmiz-da. Attisi, bugungi mush baxtli minutlarda uchrashyapmiz. Mush munosabat bilan programmamizga alayda qadam tashrif qilgan sizga, sizningki mastoningiz Erkinga, aningdan keyin barliq bizning o't yurak muzikant azimatlarimizga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Bu programmaga qatnashib, nəhayət hayacanlandım, nəhayət xoş oldum. Özümdə qayta bir ümid bağlandı. Çünki məşdə yeniliklarni bolsun, məşdə yaxşı əsərlərni, yaxşı icadiyatlarni bolsun. Bunundan keyin yaxşı tirishib, yeni icadiyatlar, yeni muzikalarni, naqshlarni xalqimizga sunishga tirishaman. Bugungi bu programma qatnashib, o'zim shunda intayin baxtli his qildim. Nima uchun desangіз, o'zim bir yaxshi ko'rgan naqshcholpim bilan naqsh aytish fursatiga erishdim. Garchi naqsh aytqili hal uzun bo'lgan bo'lsa-mu, kash klublarda aytib, menda cho'ng sahnaga chiqishimni o'ylab boqmagan. Men bundan keyin yaxshi terishib, buningdan bo'lmishda cho'ng sahnalarda naqsh aytishga davom ettirishim. Programmamızda güzel melodiyalar üzülmeydi. Programmamızda naqshi çolpanlarının güzel hikayeleri tügümeydi. Şinjan Paradiyo Soğut Çeklik Şirketi xas namını ağan Studiyaga kim keldi programmamızdan Mussani müşahede ahırlışı aldı turvatıdı. Keler kısanda studiyamızga kim keldi? Diqqatinglar davamlı Studiyaga kim keldi programmasi olsun. Xayr xo'sh.